Shetda turgan soatlarni, naushniklarni bozorlardan, distributerdan azoraqa, kerak bo'lsa zararga bo'lsa ham berib yuboraman. Ishlatilgan eski tuski soatlar emas, hammasi yangi masli pochkada, butun dunyo taniydigan brendlar. Narxini даже taxmin qilib o'tirmaysizlar. Misol uchun O'zbekistonda hamma taniydigan Huawei Band 4 model hozirgi kunda $26 atrofida sotilyapti. Bor yo'g'i $9 dan. 100% original bo'lgan Huawei Buds'lari bozorlarda $90 atrofida sotiladi. Bor yo'g'i $15 dan. Butun dunyo taniydigan Rolex soatlari O'zbekistonda $600 atrofida sotilyapti. Полностью mexanichki, bor yo'g'i $49 dan. Huawei GT5 model даже telefonlardan ham navorochinliroq hozirgi kunda 3,5 million atrofida sotilyapti. Bor yo'g'i $119 dan. Rolex, Hublot, Patek Philippe, Tissot, Armani xohlaganinglarni sotib olasizlar. Ko'ryapsizlar, soni kam emas, lekin bularni sonidan xili ham ko'p bo'lganligi uchun, narx-navosi har xil bo'lganligi uchun qolgan modellarni hammasini Telegram kanalga bitta live video qilib qo'yaman. Telegram kanalga o'tib, hushyor tursanglar, o'zingizga yoqqan soatlarni hech qachon sotib olasizlar.